Ha, hamma vesiga qarabdi, to'g'rimi? Ustoz, qo'limizni tushirib chiqsak maylimi? Sevdiyorni qo'ltig'i gapiryapti. Nodir hozir she'r aytgan chiqasan esingdamish. Ha, esimda. Ketdik. Go'zal qizdek o'ziga orolar berib, suluv qizdek onangni Bolalar bugun bitirib ketamiz-ku. Raqsni big'illatmaymizmi? Qo'y yag'isini chiqarib yuboramiz. Ketdik. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, charanglama takror bu so'nggi esimdan chiqmas bir so'm, maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman, birinchi muhabbat. Eslaylik endi, nima deysizlar? Bolalar, mana so'nggi qo'ng'iroq ham zo'r o'tdi. Endi vipsnoga bir xil qilib kiyinaylik. Tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Davay. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana bugun bitiruvchi 9-A sinf o'quvchilariga chotki qilib lut qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Faqat mana bu akamizga razmer to'g'ri kelmadi. Bolalar sal kichkina emasmi? Ya, xavotir olma, vipsnogacha 5 kun bor, ungacha tug'ib olasan. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Biz bir kam 70-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. Bir kam 70 deyover, ketdik. Otaxonlar, mana dacha. Faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga qiz olib kelamiz? Qudandali odam bo'lsak. Nimadir deng, quda? Indamay xo'p deb qo'yavering, quda. Onangni ham yurganmi issiq ekan, ey? Ha, o'zi savri issiq bo'ladi-da. Indir. Suvsin. Mazza-yu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Chakras qo'yi ag'la surtib va relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir seyfni olishga. Adikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jichcha g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdikmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a. Shu yoshlarga o'xshab tetik bo'lay deymani, shu bel margat qiladi-da. Alo, qizim. Bobojon, srojniy xonamga kiring iltimos. Xonandaman qizim, gapir. Bobojon, hozir ayni muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich foizini to'lab xonada xarid qilmoqchi edim. Hujjatlarim juda ham kerak bo'lyapti. Xonamga kirib notebookni yonini bosing, yonadi. Yoqdim qizim. Sichqonchani ko'rdingizmi? Chichqon? Ko'rdim chichqonni. Xonanda top o'ynama deganman, qizim, chichqon ko'payib ketibdi xonanda. Yo'q, stol ustidagi sichqonchani aytyapman. Ha, ko'rdim, chichqonmi bu? Ha, o'shani sekin aylantiring. Aylantiryapman qizim. Nima chiqdi? Hech narsa chiqmadi qizim. Bobojon, stol ustiga qo'yib silang. Asalim, poponim. Chiqdi qizim. Strelka chiqdi. Aha, o'shani burchakka boring, burchakka. Uyni burchagiga olib keldim qizim. Obbo, kompyuterni oldiga boring, bobo. Katta odamning haqqimidi. Rabochi stol ustida papka turibdimi? Ha, papka turibdi qizim. Papkaning ichida nima bor, bobo, papkaning ichida? Papkaning ichida fayl bor qizim. Ha, o'sha fayl ichida nima bor? Chota fayl pustoy qizim. Qo'rqitmang, bobo, qanaqasiga pustoy bo'ladi papka? Ha, mana xonandagi stolda papka ichida fayl bor, pustoyda qizim. Ey bobo, ekran ichidagi papkani aytyapman, ichida fayl bor, fayl. Ha, shuni aytmaysanmi qizim? Ha, mana burchakda bordi. Ha, o'shani 2 marta bosing. Ha, qizim, sen uchun 2 marta emas, 4 marta bosib qo'yaman. Ana. Nima chiqdi? Udalit все. Ha? Qulog'im kirib ketibdimi? Qo'lni kim tigi yomon-da?
jiyanga aytaman, choptirib yuboradi, yaxshi bo'lib ketadi. Dektor shunda bo'zda oldida. Yo'q, ana qo'rqmas kelyapti. Qanaqa qo'rqmas. Hozir dektorni qo'yib yuboraman, shtonni qo'llab qo'yadi. Davay. Gektor bos. Bakir iting nima qilay, kallasini olvoraymi? Ol itingni. Qo'shni damkirat yo'qmi? Mashina balonni qo'yib yubordi. Qanaqa damkirat? Almashtiring. Bo'ldi, rahmat. Qo'shni qanaqa shini ishlatyapsiz mashinaga? Ha, o'zimizni barchinalarni ishlatyapman-da. Jahon standartlariga ham javob beradi. Yamalarni-chi, ko'rdim nimasida o'tib ketadi. Ona yomonini ishlatyapsiz ekanda. Charchamay qo'shni. Rahmat. Yo'q, qo'rqmas, haqiqatan kuchli, ha? Hech narsadan qo'rqmaydi. Kakiras kelib qolding, kartopkani olvor-ku. Mana bu taraf.